Agarda sarpo yig'ayotgan bo'lsangiz, 99% qizlar qiladigan xatolarni sizlar takrorlamang. Birinchi xato kelinlik davri uchun juda ham ko'p yaltiroq rangli kiyimlarni va narsalarni sotib olish. Misol uchun, siz kiyimlaringizni doimiy kiyishga va kelinlik 1-2 oy davrida kiyish uchun ajratib olishingiz lozim. Ichida kiyilgan oddiy va tez yuvishga mo'ljallangan ko'ylak lozimlarni tanlashingiz kerak. Chunki ovqat qilganingizdan so'ng ovqatning hidi kiyimlaringizga o'tirib qoladi va tez almashtirib yuvishingizga to'g'ri keladi. Yuvilganda bezaklari tushmaydigan, yaxshi sifatli tikilgan kiyimlarni o'zingiz bilan olib kelishingiz lozim. Qimmat bezakli ko'ylak lozimlaridan esa bor yo'q bir ikkitasi sizga ish berishi mumkin. Keyingi xato esa qimmat pulga ansambllar tiktirish. Hattoki chaqirdilarga ham bir marta kiyasiz. Navro'z bayramida ham bu kiyim sizga ish bermasligi aniq. Shuning uchun ijaraga olganingiz muhimroq. Sizga yoshi kattalar bir razmer kattasidan ola qolgan desa, bu maslahatga quloq tuting. Sababi barcha qizlarga to'ydan so'ng semirishga moyillik bo'ladi. Agarda siz trikotaj yoki oversize fasondagi kiyimlarni tanlasangiz, 1-2 razmerga o'zgargan taqdiringizda ham ularni bemalol kiyib berishingiz mumkin. Aks holda, qaynonangiz sizga yangi kelin 1-2 yil kiyim olmasligi mumkin deb tanbeh berib qolishlari mumkin. Yaltiroq tuflilar sotib olayotganda ehtiyotkor bo'ling. Sizga aynan ular kerakmi? Kelinlik davrida juda ham ko'p yaltiroq va bayramona kiyimlarga ko'p ahamiyat beramiz. Aslida esa bizning chaqirdilarimiz 1-2 marta bo'ladi xolos. Undan keyingi davrda esa siz xonador bo'lishingiz, uyda qolishingiz, dekretga chiqishingizni hisobga olgan holda sotib olgan qimmatbaho oyoq kiyimlaringizni modasi o'tib ketadi. Yana bitta qizlar qiladigan xato. Juda ham ko'p pijamalar sotib olish shart emas. Ikkita hozirgi razmeringizga va ikkita keyingi o'zgarishingiz mumkin bo'lgandagi razmerga olib qo'yganingiz ma'qul. Aks holda o'zingizning razmeringizdagi kiyimlar tez kichrayib qoladi va ularni berib yuborishingizga to'g'ri keladi. Sarflangan pullar esa bekorga ketadi. Yangi joylar. Siz bu ro'yxatga qo'shimcha qilasizmi? Kommentariyada yozib keting. Videoni esa yaqinda turmushga chiqadigan dugonangizga jo'natib qo'ying.